Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Kabobchi Briket House'da mana xudo xolasa narxlarni arzonlashtirib qo'ydik, assortimentlarimizni kengaytirib qo'ydik inshaalloh. Xo'p, narxlarini tanishtirib o'taman. 1 kilolik briketlarimiz pachkada 15 ta bo'ladi. 13 ming so'mdan qilib qo'yganmiz. Bir pachkasida 15 ta bo'ladi. Xo'p, keyingisi 1,5 kilolik. 1,5 kilolik. Hop, 20 ming so'mdan sotganmiz. 2 xil rasvetkasi bo'ladi. 12 ta bo'ladi pachkada. Bayram Ramazonga xudo xolasa bayram munosabati bilan 18 ming so'mdan qilib beryapmiz. 2 kiloliklarimiz mana bunaqangi ruchkalari chiroyli baquvvat bo'ladi. 28 ming so'mdan sotganmiz. 25 ming so'm qilib beryapmiz. Inshaalloh narxlarda oshirish yo'q bizda. Mahsulotlarimiz sifatli, hammasi yaxshi. Sizlarga arzon bo'lishi uchun, yana ham qulay bo'lishi uchun bunaqangi 3 kilolik qadoqda ham chiqarganmiz. Bu 3 kiloligimizni ayrim boshqa nimalarda 38,5 ming so'mgacha tarqatishyapti ekan. Biz 35 ming so'm qilib belgilab qo'ydik. Mana bir oy ichida bemalol murojaat qilinaveradi. O'zimiz ham shu 37 ming so'mdan tarqatganmiz. Xo'p, yana nimalarimiz bor to'plamimizda? Mana o'tinligimiz. O'tinligimiz sababi ob-havo sababi jinday narxi oshib qoldi. 17 ming so'mdan beryapmiz. 1 kiloligi bor. Ikki mana bunaqangi yelpig'ichlar. Buni 7 xil, 8 xil rasvetkada baquvvat, chiroyli. Soni ko'p. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. 7 ming so'mdan qilib qo'yganmiz. Ikki bunaqangi suvlari mana yoqasiz va shunday briketga qo'yib turib, gurgut chaqasiz bo'laveradi. Kimdir rojiga, kimgadir suvi bilan. Gaz ballonlarimiz mana tayyor. Yoqib ishlataverasiz. Zajgalkasi bilan komplekti 28 ming so'mdan berganmiz o'zimiz. Hozir mana 25 ming so'm qilib qo'ydik. Ramazon munosabati bilan bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, bitta hamma narsamizdan keyin faqat bitta shu magiya o'zi yonadigan mahsulotimiz xudo xolasa ertadan sotuvga chiqadi. O'zi yonadigan magiyamiz 30 ming so'mdan, hammasidan bor. Qolgan mahsulotlarimizdan bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kabobchi Briket House kuzatishda davom etinglar. Maksimal yaqinlarga tarqatib qo'yamiz. Kimga bizning xizmatlar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilib chiqilaveradi. Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Kabobchi Briket House'da mana xudo xolasa narxlarni arzonlashtirib qo'ydik, assortimentlarimizni kengaytirib qo'ydik inshaalloh. Xo'p, narxlarini tanishtirib o'taman. 1 kilolik briketlarimiz pachkada 15 ta bo'ladi. 13 ming so'mdan qilib qo'yganmiz. Bir pachkasida 15 ta bo'ladi. Xo'p, keyingisi 1,5 kilolik. 1,5 kilolik. Hop, 20 ming so'mdan sotganmiz. 2 xil rasvetkasi bo'ladi. 12 ta bo'ladi pachkada. Bayram Ramazonga xudo xolasa bayram munosabati bilan 18 ming so'mdan qilib beryapmiz. 2 kiloliklarimiz mana bunaqangi ruchkalari chiroyli baquvvat bo'ladi. 28 ming so'mdan sotganmiz. 25 ming so'm qilib beryapmiz. Inshaalloh narxlarda oshirish yo'q bizda. Mahsulotlarimiz